Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpisчиклар. Sizlarga Style Cobalt'larimizdan 2024-yilda ishlab chiqarilgan birisini ko'rsatib o'tacakman. Style variant 2024 mashin benzinda turibdi. Motor holatlari, abizlari bor. Bu yerda uning qirchilib, natib yotgan joylari yo'q. O'zining rodnoy diskasi, rodnoy baloni o'zida turibdi. Kraskalarni va mellarini javob, libo ustalaringizni olib tekshirtirib, keyin ustida pul sanaverasizlar. Probeglari 3390. 3000 yurgan. Bir poliki bor. Boshqa hech narsasi yo'q. Benzinda mashinamiz. Mana. Durgan mashin, garajda turadi, pul zararligi uchun hozir sotiladi deganlari. Xudo xolasa sizlarga ko'rsatib berdik mana. Orqa holatlari. Даже bulaşmasın deb narsalarcha tashlab zapaska qo'yadi. Shu bo'ldi yechilmagan emas zapaskaniki olmadi uni. Chempiro bilasizlar, zapaska balonda shuning keladi. Mashina javob 100%. Tekshirtirib, libo ustalaringizga keyin ustida pul sanaverasizlar. Pulna bahasına keladigan bo'lsak, bahasi 158 million so'm aytilib turibdi. Aytilib turibdi, baribir bahada sotilmaydi albatta. Gelib mashinaning ustida ko'rib, haydab ko'rib olaverasizlar mashinani. 158 million so'm, ikkilamchiga notarius gaisi bilan 35 million so'mlar bilan chiqib boradi. 35-38 million so'mlar bilan chiqib boradi. Bemalol haydab kelib, keyin ustida pul sanaverasizlar. Javob mashina. Telefon nomerlar 90lik 738 38 48. Bemalol shu nomerlarga telefon bog'lansangizlar, egalari bilan pryamoy gaplashib, to'g'ri olaverasizlar. Rahmat.